Eshitamiz. Demak, boshladik azizlar. Hurmatli o'quvchilar, aynan to'garak a'zolari bor ekan. Respublika jurnalistika va to'garagi a'zolari bilan birgalikda bugun Muhammad Yusuf, bizning sevimli shoirimiz, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning tavallud ayyomlari. O'tganga ber Xudoyim, ketganga ber Xudoyim, ozodlikni qadrini yetganga ber Xudoyim. Oddiy satrlar bilan huzur o'tkazilgan Muhammad Yusufning tavallud ayyomi respublika bo'ylab barcha maktablarda, muassasalarda, barcha mana shu oliygohlarda nishonlanyapti. Ularning umr yo'ldoshlari Nazira Assalom, ya'ni Nazira opam bilan birgalikda o'tayotgan bunday tadbirlar juda ham chiroyli tarzda o'tayotganidan biz xursand bo'lishimiz kerak. Sababi bizning qalbimizga o'zining asarlari bilan, o'zlarining she'rlari bilan qalbimizga vatan degan nomni ekkani, shu bilan birgalikda sizni sadoqatingiz, mehr muhabbatingiz, halolligingiz, yurtparvarligingiz, xalqparvarligingizni mana shu oshirishda, ularga bo'lgan mehr muhabbatingizni oshishda Muhammad Yusufning she'rlari juda ham ta'sirli she'rlar, sizlarning shakllanishingizda ko'mak beruvchi she'rlardan ekan. Bilamiz-a, maktablarimizda ham shunday tashkil etildi. Tadbirlarimizni o'tkazib oldikmi? O'tkazib oldik. Demak, Muhammad Yusuf tavallud ayyomiga bag'ishlangan kichkinagina ochiq eshiklar kunidan tayyorlangan huzur o'rnimizga azizlar.